O'tkaz bir qaysini oluvdingiz akam? 15 mingdan uni oldim. Mana qora choy olganmisiz? Sizga ma'qul keldimi? Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Toza ekan shu qanday chiroyli. Ha, bemalol. Bizning choylarimiz to'g'ri hammasi sifatli choylarimiz. Bu yerda bizni o'zimizni brendimizni tanitishimiz uchun hech qachon sifatsiz choy nima qilmaymiz. Qaysi bir choydan akam sizga? Zira choylarimizdan mana. Yana bitta zira choydan berar ekanmiz. Shundanmi? Ha, 1 kilo. Xo'p, sizga akam qanaqa choylar? Ko'k choy, qora choy hammasidan bor. Eng oliy navli Dubai choylarimiz, sifatli choylarimiz. Bemalol ta'mini tatib ko'rib, keyingisi bir aytaverasizlar. Hop, bular 40 ming so'mdan elab turib qo'yilgan 95-110 larimizni.